Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana shu ko'rib turgan puluklaringiz sotiladi. Yangi, hali ishlatilmagan dozatillari. Ramalariga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Birinchi korpus, ikkinchi korpusga, uchinchiga, to'rtinchiga, plus birlarigacha bor. Pulukni xudo xolasa sotuvga qo'ydik. Zakazdan tashqari tayyorladik buni. Motorlari Lincoln stilda. Urganch Ko'rmash pulukka o'xshab ketadi, faqat unaqa emas. Bu taraflari как положено olinib, boshqaldan ishlangan. Silindriga ham katta silindrdan. Oldingi bo'ynilari, hozir valini ham ko'rsataman. Mana vali 2 rama дополнительный ramada turibdi. Mana bu yoqda o'zimizni legenda puluk. Buni ham kelishsak sotishimiz mumkin. Narxi kelishsa. Mana bu vodiyga yasagan pulugimiz. Yechib qo'yibmiz hozir. Xudo xolasa Isuzu kelyapti ortamiz. Mana stoykalari Lincoln stilda, bolt gaykalari. Traktorimiz o'sha legenda 892. Hammaga rahmat. Maksimalni tarqatib qo'yamiz puluk izlab yurganlarga. Shunaqa sifatli ishlar, aylanma puluklar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bog'lanaverasizlar.